Salom hammaga do'stlar. Bu men singlimga tayyorlagan podarkam. Biza buni ikkalamiz Hayitga beramiz. Uni kanalida ham bor. Menga tayyorlagani. Bu bitta esli rezinkali bloknot. Men buni 20 mingga oldim. Butizi bozordan. Hop. Keyin va shunga mos yashil ko'k yozadigan ruchka. Buni oynasi bor. Shunga mos oynali shunaqa ruchka. Endi singlim bilan o'zimiz nakleykadan boks yasaganmiz. Shuni sizlarga ko'rsatishdan oldin o'rab qo'ydim. Mayli, hech narsa qilmaydi, endi boshqatdan qilamiz. Yirtilib ketdi. Boshqatdan qilib qo'yamiz. Ko'rolmaysan. Mayli, hech narsa qilmaydi. Mana ko'chirib oldik. Buzdik, to'g'rirog'i. Ichini to'kamiz. Ichida hech bola qolmadi. Mana shunaqa dekorativniy skoch, bu uzun. Просто boylab qo'yganman, ko'rinmaydi. Birinchisiga shu. Ikkinchisiga mana shunaqa shirin bloknotik. O'zim yasaganman. Uchinchisiga ham mana shunaqa yana bloknotik. To-do list. To'rtinchisiga shunaqa stiker. Beshinchisiga mana bunaqa qizli stiker. Oltinchisiga mana bu raskraska. Mana bularni kraska suv qilib bo'yaydi. Yettinchisiga ham bunaqa stiker tekislaydigan nomda qilib o'zim bezatganman. O'zimda ikkita edi, bittasini singlimga berdim. Bunaqa bir dona stiker. BTS va Blackpinkli stiker ikkita dona. Bunaqa yurakchali stiker qo'shib yubordim. Bunaqa Sanrio stiker. Va scrapbooking uchun qog'ozlar. Mana shu bilan do'stlar podarkamiz tugadi. Hammaga xayr do'stlar. Men buni Hayitda beraman singlimga. Hammaga xayr. Like va podpiska bosish esdan chiqmasin.